Hammaga assalomu alaykum aziz. Bu hammasi Bularning narxiga keladigan bitta qo'chqor qo'zichamiz. Yana bir endi hali tish buzmagan. 2 oylik qo'zicha. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz bugun G'uzorda bozordan xalqimiz uchun, men o'zimni obunachilarim uchun, meni qo'llab-quvvatlaydiganlar uchun, undan tashqari mendan kelib turib, savdo qilib turib, go'shimizdan mamnun, manzur bo'lganlar uchun alohida mana ikkita qo'chqor qo'zi olib keldim. Hozir ko'rsataman, ko'rishlaringiz mumkin. Bu hammasi bitta qo'chqor qo'zichamiz. Endi hali tish buzmagan, 2 oylik qo'zicha, oktyabrskiy. Bu hammasi aziz kelinlarimiz uchun, obunachilar uchun barisi yaxshi, yoshroq mol, o'zimiz jaydar mollardan so'ying deydiganlar uchun hammasi halol va pokiza. Mana bu yoqdan sarkachalar. Raslar, men faqat mayda mol, faqat qo'zi, anavi ham so'yaman. Qara molim ham bor. Hammasini men o'zim olaman. O'zim. Hammasi obunachilar uchun. Like, podpiska bosishni ham unutmaysizlar. Shuncha mehnat qilyapmiz, mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, aziz obunachilar, narxlari 15 million so'm ikkalasi bir joyga olingan. Quyug'isi yo'q. Hammasi aziz obunachilarim uchun, barcha o'zimizning yurtdoshlarimiz uchun yeydigan tanaga rohat bag'ishlasin, yeydigan tanaga osh bo'lsin degan maqsadga mana shu aziz xalqimiz uchun olyapman. Xudo xolasa bular so'yiladi. Azizlar, yana bir aytib o'taman, like, podpiska, obuna bo'lishni unutmanglar. Iltimos, biz kamtorona mehnatimizni bunday hurmat qilib turib, hammasi azizlar sizlar uchun bo'lyapti. Hammasi